Assalamu alaykum qarindoshlar. Yaxshimisilar? Navbatdagi suhbatimizning 4-chi qismida to'rdoshlarga ham Shangguandagi voqeadan xabar topgan barliq qarindoshlarimizga ba'zi bir muhim nuqtalarni ta'kidlamoqchi. Huzuringlarda navbatdagi muhim nuqtalar bo'lsin. Birinchidan, internet vositasi orqali bu voqeaga aloqador barliq yozma, film, rasm ko'rinishlarini yig'ib to'plab qo'yishinglarni ham bu voqeaning bir taraf bo'lishiga foydasi bo'ladigan har qanday bir ma'lumotni yig'ib qo'yishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ikkinchidan, internet vositasi orqali Shavganda Xanzular tayqi bilan o'lib ketgan barliq qarindoshlarimizga va hayot qolgan qarindoshlarimizning hozirgi ahvoliga yaqindan diqqat qilib turg'aysizlar. O'zaro fikr yetkazib, bu voqeani bilmagan boshqa kishilarga xabardor qilg'aysizlar. Uchinchidan, bu voqea qandaqdir bir kishining deb qo'ygan yoki to'liq yozib qo'ygan gapi yozma tufaylidan bo'ldi yoki bo'lmadi deb jazmlashtirishga aldaraqsalik qilmay, balki bu voqeaning zodi qandaq ish tufaylidan, qandaq maqsad bilan bo'linganligiga yaqindan ko'z quloq bo'lib turg'aysizlar va qonuniy fikrdan chatnab ketmagan asosda davolashishinglarni, o'z ko'z qarashinglarni o'tirib qo'yishib turg'aysizlar. To'rtinchidan, shuni esimizda ching tutaylik qarindoshlar. Bu voqea har bir Uyg'ur yuragiga ta'sir qilgudek bir voqeadir. Bu qandaqdir bir chashqon yoki bir hasharotning o'limi bo'lmasdan qonuniy huquqiy, qonuniy majburiyati, qonuniy erkinligi bor bir insonning o'limidir. Shuning uchun qarindoshlar e'tiborsiz qolmasdan, nihoyat sezgurlik, sovuqqonlik bilan ish qilg'aysizlar. 5-dan, o'ch elish, xanzurlarni urush degandek fikrlarda bo'lishdan saqlanish lozim. Chunki bu voqeaga butun dunyo jamoatchiligi diqqat e'tibor bilan qaramoqda. Siyosiy sahnlarda asosliqi qonuniy yo'l ustun bo'lg'achqa, boshqa kishilar to'liq xabarsiz holda qiziqqonlik qilib aldaraqsonlik qilishga bo'lmaydi. Ham bunday qilish bizning urf-odatimiz, qinimizga muxolif. 6-dan, navbatda bir necha Uyg'ur to'r bekatlarining o'lib ketgan qarindoshlarimiz uchun to'r bekatlarida motam tutganligi, o qarindoshlarimiz uchun qattiq ko'ngil yerim bo'lganligi to'g'risidagi tema, inkoslar, hatto shu to'g'risidagi maxsus she'rlar, marsiyalar yozilib, marhum qarindoshlarimizga yorqin nuqta bilan o'z ko'ngillarini ifodaligini va ifodalab turayotganligi ma'lum bo'ldi. Shu munosabat bilan har qaysi to'r bekat boshliqlarining bu voqeaga yaqindan diqqatda bo'lishini, muhim ishlar qatorining oldiga bu voqeani tizib fikr bayon qilishini umid qilamiz. Oxirida yana ko'ku yoki shuning o'xshash uchur vositalarida vaqtdan unumli foydalanib, voqea to'g'risidagi muhim nuqtalarni yig'ib, to'plab, ko'p so'zlagandan amaliy harakatimiz bilan biror xizmat qilib berishimiz lozimligimizni ta'kidlaymiz. Shuning bilan suhbatimizning 4-chi qismi mushu yerda oyoqlashdi. Ya'ni keyingi qismida ko'rishaylik.